Samarqand viloyatining Urgut tumani bugungi yangi O'zbekiston taraqqiyotining yorqin namunasiga aylanib borayotgan hududlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi yillarda bu yerda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bunyodkorlik ishlari aholi turmush darajasini yuksaltirish, inson qadrini ulug'lashga xizmat qilyapti. Xususan, tumanda zamonaviy turar joylar, tibbiyot muassasalari, umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari qad ko'tarayotgani e'tiborga loyiq. Mavjud infratuzilmalar esa bosqichma-bosqich yangilanib, kengaytirilayotgani har qanday kishini quvontiradi. Eng muhimi, bu o'zgarishlar aholining ko'z o'ngida ro'y berib, ular ham bunyodkorlik jarayonlarining faol ishtirokchisiga aylanib, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. Urgutliklar azaldan mehnatkash, sabr toqatli xalq sifatida tanilgan. Ular toshni eritib, bog'i bo'ston yaratishga qodir. Bugungi islohotlar ana shu xalqning azaliy fazilatlari bilan uyg'unlashib, yangi natijalarga zamin yaratyapti. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq tumandagi Bahrin mahallasida joylashgan 21-sonli oilaviy poliklinika ikkinchi tipda zamonaviy asosda tubdan qayta qurilib foydalanishga topshirildi. Urgut tumanining Bahrin mahallasidagi ushbu tibbiyot maskani o'tgan asrning 70-yillarida barpo qilingan va o'sha paytda 100 o'ringa mo'ljallangan edi. Va yillar o'tib ushbu tibbiyot maskani aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish sifati tushib ketgan. Va natijada ayni paytda Bahrin mahallasi fuqarolari uchun quvonchli voqea, ya'ni zamonaviy tibbiyot maskani bunyod etildi. Guvoh bo'layotganingizdek, mahallaning 1 gektar yer maydonida zamonaviy tibbiyot maskani bunyod etildi. Ushbu siz ko'rib turgan tasvirdagi poliklinikada 13 mingdan ortiq aholiga xizmat ko'rsatiladi. Shuningdek, tez tibbiy yordam markazi ham zamon talablari darajasida bunyod etildi. Ayniqsa, mazkur tibbiyot muassasasi huzurida faoliyat yuritayotgan tug'ruq bo'limi alohida e'tiborga molik. Bu yerda 16 ta qishloq aholisi, ayniqsa ayollar uchun barcha qulayliklar yaratilgan bo'lib, bo'lim eng zamonaviy tibbiy talablarga to'liq javob beradi. Avvallari mazkur tibbiyot maskani yillar davomida ta'mirlanmagani sababli xizmat ko'rsatish sifati talab darajasida emas edi. Tibbiy ko'rik va tashxis uskunalari ham o'tgan asrning 80-yillardan qolgan eski anjomlardan iborat bo'lgani holatni yanada murakkablashtirardi. Bugun esa vaziyat mutlaqo o'zgargan. Yangi tibbiyot muassasasida yiliga 850 nafargacha tug'ruqni qabul qilish, 12 mingdan ortiq bemorga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Soratli tug'ruqlar uchun zamonaviy jarrohlik bo'limi ham tashkil etilgani aholi salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Juda chiroyli inshootlariz ochildi. Ko'rgan bo'lsangiz, tashqaridan kirib kelganga bu ham poliklinika OP, ham tibbiy tez yordam, ham tug'ruqxona. 3 ta kompleks bir joyga jamlangan. Bu aholi uchun juda qulaylik olib keladi. Bu ilgari bilan agar solishtirsak, yer bilan osmoncha farq qiladi. Ilgarigi holatni juda ayanchli holat. Eski bino, 2 ta 3 ta xonaga 4 ta 5 tadan tibbiy xodim joylashtirilgan. Ya'ni o'zi xona kichkina, 2 ta shifokor, 2 ta amaliyotchi va har bittasiga 3 tadan patronaj bitta xonaga tasavvur qiling. Hozir axborot texnologiyalarga o'tib ketdik-ku hammamiz. Kompyuter hamma 100% jihozlanmagan. Hozir mana ko'ring, har bitta xonaga bittadan kompyuter, har bitta amaliyotchiga bittadan xona, har bir oilaviy shifokorga bittadan xona. Bu komfort deyiladi. Bu sharoit hech qayerda yo'q deb o'ylayman. Bemorni o'sha kasallik tarixi, murojaati hammasi raqamlashtirilgan. Hammasi raqamlashtirildi. Qog'oz yo'q, kartochka yo'q, jurnal yo'q. Pasport bilan keladi, pasport bilan murojaat qilib, ro'yxatxona hamshirasi o'zini brigadasiga, oila shifokoriga yo'naltiradi. Ilgari u eski binoda kartochkaga ro'yxatxonaga bor, ro'yxatxonadan tibbiy kartangni top, uni ochrit, to'palang, noroziliklar bo'ladi. Hozir unaqa emas. Agar qandli diabetga moyilligi bo'lsa, birdan glukometrimiz bor, glukometr bilan qondagi qand miqdorini darhol o'lchab, agar qand yuqoriroq chiqsa, sirada shifokorga o'tkaziladi. Bundan tashqari kuflometrlarimiz bor. Nechta qancha nafas olishi, o'pka sig'imlarini aniqlash uchun. Bunaqa narsalar hammasi berildi, ta'minlandi. Amaliyotchi hamshira bu ko'nikmalarga o'rgatildi. Qishloq aholisi, qishloq fuqarosi murojaat qildimi, mana bu poliklinikaga hech qachon yana 14 kilometr yo'l bosib tuman markaziga bormaydi. O'sha amaliy ko'nikmani shu shifokorimiz, umumiy amaliy shifokorimiz bajarib, kerakli tavsiyalarni bemorga
bera oladi. Muassasaning keng va yorug' binolari, zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangani, malakali tibbiy xodimlar tomonidan ko'rsatilayotgan yuqori sifatli xizmatlar barchasi inson salomatligiga qaratilayotgan yuksak e'tiborning amaliy ifodasidir. Bugun farzandim dunyoga keldi. Yaxshi sharoitda tug'ilishiga havas qilgan edim. Yaxshi niyatda Shavkatjon qo'ydik. El yurtga xizmat qilayotgan o'qimishli bola bo'lsin deb uydagilarimiz qo'yishdi. Xursandman shunday sharoitda chaqaloq qilganimga. Mahallamizda yangi tug'ruqxona ochildi. Bundan juda ham xursandman. Farzandim ham shu bugun tug'ildi. Dunyoga keldi. Yaxshimi hozir farzandingiz? Ha, yaxshi qarashyapti shifokorlarimiz ham. Dehqonobod mahallasidan Kenakes mahallasiga keldik, Radomga. Bu tug'ruqxona bugun ish faoliyat boshladi. Hamma sharoitlari yaxshi, zamonaviy. Buning uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. Urgutliklarni ushbu tibbiyot maskanining zamonaviy asosda bunyod etilishi beqiyos quvonchga to'ldirdi. Bugun tuman aholisi orasida qaysi xonadonga kirmang, qaysi fuqaro bilan suhbat qurmang, ularning chehrasida mamnunlik, qalbida shukronalik tuyg'usi aks etadi. Ijodiy guruhimiz bilan tuman aholisi hayotidagi ana shu yangilanishlarni yaqindan his etayotgan xonadonlarda bo'lib, odamlar bilan yuzma-yuz suhbatlashdik. Ularning qalbida kechayotgan fikr mulohazalarini tingladik. Ana shunday ibratli oilalardan biri Haydarovlar xonadonidir. Bu xonadon nafaqat mehnatsevarligi, balki farovon turmush tarzi bilan ham ajralib turadi. Nurmanova mahallaning farmonbibilaridan biri sifatida hurmat qozongan. U kishi umr yo'ldoshi bilan birgalikda farzandlarini halol mehnat ruhida tarbiyalab, ularga hayotda mustahkam o'rin egallashni o'rgatgan. Zamonaviy asosda bunyod etilgan tibbiyot maskanlarini ko'rdik. Ko'chalar obod, xonadonlarda bir fayzni ko'rdikda biz. Rahmat. Buning siri nimada endi? Bahrin mahallasini baxtli yashayotganligini biz hozir mana shu atrofdagi bo'layotgan o'zgarishlardan ham biz guvoh bo'lyapmiz-da. Prezidentimizga katta rahmat aytaman. Mana klinikalarimizda yaxshilab berdilar. Avval uzoqlarga mashin kutaydik. Endi mashin kutmaymiz, hakalabgina borib o'tib, qizlarimizni, nevaralarimizni ko'rib kelamiz. Ularga katta rahmatlar aytaman. Mana qishlog'imiz hammasi o'z ishlari bilan o'zlari band bo'lib qoldilar. Tomorqalarda mana nevaralarim ham o'zim uyimizga ishlaydi. Ekin, pomidor, piyoz, kartoshka, shu masalliq nimaiki bo'lsa, hammasi o'zimizdan yetib chiqadi. Prezidentimiz omon bo'lsinlar. Yaxshi sharoit yaratib beryapti bizlarga. Minnatdormiz. Mehnat orqasidan nevaramni o'qityapman, Samguda. Qizimni ham o'qityapman, qiz nevaramni. 3-o'g'il nevaramni nima ustalikka qo'yganman, u ham ishlayapti. Kasb hunari bor. Hamma sharoit prezidentimiz orqali bizlar mana shu narsalarga erishib kelyapmiz. Hech nimadan kamchilik yo'q. Hamma narsa bor. Nima istasangiz boringlar. Kamchilik rahmat aytaman. Cheksiz xursandman-da, mana shu polikani ochib berganlari uchun-da. Ko'chalarda avval to'qishib yuraydim. Endi bemalol borib kelaman, evaralar ko'rish, nevaralar ko'rish. Xayolingizda shunday yetti uxlab bir tush aytganingizda, tushingizda ko'rmaganda hayron bo'lasiz. Shu o'zimiz mahallamizmakan deyman-da, chiqsam. Shunday borib kelaman, gullar, hamma joy sharoit. Shahardan o'tib ketdi bu yer. Juda ham yaxshi sharoit yaratib berdi, qarang. Chiqingiz kelmaydi ko'chamizdan. Tanmaysiz ko'chani, nimaga polikanaga borganingizda tanmay qoladi-da. Mahallamizda hech ishsiz yo'q. Hammasi ishi bor, sovuqlarga boradi. Bugungi kunda Toshbibi ona huzur halovatda farzandlari ardog'ida umr kechirmoqda. Biroq bu farovonlik osonlikcha qo'lga kirmagan. Xonadondagi har bir qarich yerdan oqilona va samarali foydalanish bu oilaning hayot tarziga aylangan. 8 sotix yer maydonida yetishtirayotgan polis mahsulotlari nafaqat ro'zg'orni tebratmoqda, balki bozorga chiqarilib, oila daromadini ham oshiryapti. Yaqinda esa xonadon egalari yana bir tashabbusni amalga oshirdi. Hovlisining bir qismida yengil konstruksiya asosida parrandachilik uchun maxsus joy qurdi. Bugungi kunda bu yerda 3000 bosh parranda parvarishlanmoqda. Oilaning farzandi va kelini ushbu sohani o'rganib, uni rivojlantirish, daromadni yanada oshirish bo'yicha aniq rejalar tuzmoqda. Tomorqangizda polis mahsulotlarini ham ko'rib bir odamni kayfiyat ko'tarildi-da va bundan tashqari mana shu joyda parrandachilikni ham yo'lga qo'yibsiz-da. Aslida parranda 7 xazinaning biri deydi-da xalqimiz. Shunday, bu gapingiz to'g'ri. 7 xazinaning biri. Endi bu ham nima, bir oilamizga bir qo'shimcha daromad. 2 sotix joyga qurganmiz buni. 2 sotix. O'nga 2 sotix joyga ko'p joydan egallagan emas. Boshqa lekin daromadi juda yaxshi. Mana oilamizga qo'shimcha daromad.
Shunaqasidan farzandlarni o'qityapmiz. Yana bitta nima qurmoqchi bo'lyapmiz. Tog'da ham ozroq yerimiz bor. Hozir shaharda masallasini ko'ryapmiz. Bitta endi kattaroq bir 10 ming jo'jaga moslashtirib qurmoqchi bo'lyapmiz. Bu yerda necha dona jo'ja bor? Bu yerda 3,5 mingta bor. 40 kunda tayyor bo'ladi. Bir 50 million, 45 million daromad ko'zlab turibmiz endi. Eshitgan odamga bir qandaydir vahamat yurish mumkin, lekin bu bor narsa-da. Bor narsa agar kelsa isbotlab berishimiz mumkin. Mana shuncha bo'ladi. 40 kunda necha kilo bo'ladi mana shular? Endi bular 3,5 kilo, 4 kilo. 3,5 kilo yaxshi mehnat qilish kerak. Bunga qarasa mehnatda, hammasini tagida mehnat yotibdi-ku. Lekin juda yaxshi narsa-da bu, juda yaxshi narsa. Endi qani shuni plan qilib turibmiz. Bunga endi bir kishi bemalol qilaman. Mana hozir ayolim bunga mas'ul edi shu. Mehr berib qarayapman. Xo'jayinim ketadi, o'zim qarayman, suvini beraman, donini beraman vaqti bilan. Vaqtimiz o'tadi. Qo'shimcha daromad. Shuni orqasidan bolalarimizni o'qityapmiz. Uyli, joyli, hamma sharoitimiz yaxshi. Bu xonadondagi mehnatsevarlik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik ruhi nafaqat oila farovonligini ta'minlamoqda, balki atrofdagilar uchun ham ibrat maktabiga aylangan. Bugungi kunda yurtimizda aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini ko'paytirish, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotgan bir paytda Haydarovlar oilasi kabi ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu kabi namunaviy oilalar boshqalarni ham harakatga undab, imkon bor joyda natija bor degan ishonchni mustahkamlaydi. Shu ma'noda bunday ibratli tajribalarni keng targ'ib etish, ularni ommalashtirish muhim ahamiyatga ega. Zero mehnat va intilish bilan erishilgan har bir yutuq boshqalar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.